Hürmetli radio anlıqçılar, bugünkü roman anlatı sayfamızda Göz yaşıdan nemdelgen zımın namlıq tarihi əsliminin 9. iyul namlıq babını davamlıq anlatımız. Tamaqni yep boğandan keyin Sajide Maynur'dan. Siz şundaq yuqori dövlətlik naqsh usul ansambıldan qandaq qilib bu yerga qaldingiz? deb so'rab qoldi. Men bilgim kelib qiziqib Maynurga qaradim. Maynur məyus kulimsirab, deymi demaymi degandek bo'lib turib qolib so'z boshladi. Men markaziy naqsh usul ansambılda naqshchi bo'lib ham usulni o'ynaydim va shu kasb bilan ishlab keldim. Shu orqali bizning o'mak bilan dunyoning ko'p joylariga berib keldik. Men yaxshi tanilib, ko'tarilib qolgan edim. 61-yildagi davlat bo'yicha yuz bergan ocharchilik vaqtlarida hamma yerda narsalar qis bo'lgandek, Beijingdami bu ahvollar yuz berdi. Shu vaqtda bizning o'makning artisi Yuli degan qiz Pokistonliklar bilan tanishib, Pokiston konsullig'iga kirib, shu yerdan yemak-ichmak va har turli narsalarni elib chiqib yurdi. Shuning bilan shu yillardagi ocharchilik vaqtida biz qiynalmay yashadik. 62-yilga kelganda Yuli orqali Pokiston konsuli bilan men tanishib qoldim. Biz Pokiston konsullariga tez boradigan bo'ldik. Jungo hukumati bizni ko'rib qolmasin deb, Pokiston konsulining mashinasi ichida yetib, ustimizga bir narsalarni yepib, mashina ichida bizning bor yo'qligimiz bilinmay kirib chiqib yurdik. Konsulxonaning ichida ziyofat dasturxonlari mo'l edi. Har turli ichimliklarni ichib, har turli musiqalarni anglab, tanslarni o'ynab, kulib, xo'sh bo'lib kun o'tkazardik. Ba'zi kunlari konsulxonada qo'nib qolgan vaqtlarimiz bo'ldi. 62-yil aprelda Yuli bir kuni ma'lum demasdan Şinjanga ketib qoldi. Keyin anglasam, Yulining berishi G'o'lja chegara voqeasiga to'g'ri kelib, chegirdan Sevitlar soyasiga o'tib, bir tatar yigiti bilan to'y qilib, Tataristonga ketibdi deb angladim. U ketgandan keyin men o'zim Pokiston konsuliga berib kelib yurdim. Buni hech kim bilmaydi deb yursam, keyin menga birga ishlaydigan bir xanzo qizi yaqinda seni qo'lga oldi. Sening konsulga kirgan yerdagi rasmlaringni tortib olgan ekan, balki mushu bir necha kun ichida seni qo'lga olib ketishi mumkin degandan keyin qattiq qo'rqdim. Shu kuni yuk taxlarimni olib, hech kimga ko'rinmay poyezd orqali Urumchiga keldim. Endi qutuldim. G'o'ljaga berib, menmi biror amal qilib Sevit o'tib kelsam degan umid bilan poyezddan yuk taxlarimni ko'tarib tushib kelyapsam, oldimga shundoq chiroyli bir yosh yigit kelib, "Yaxshimisiz, Maynur? Qiynalmay salomat keldingizmi?" deb qo'limdagi yuklarimni oldi. Men hayron bo'lib, "Bu odam kimdi? Men ko'rgan odamdek emas-ku" deb, "Siz meni nereden tanıysiz? Mening keldiganligimni nereden bildingiz?" deb so'radim. O yigit, "Men sizni uzundan tanıyman. Men sizni senda ko'rib, sizga ko'yib qolgan edim. Har vaqt sizni o'ylab, sizni surishti qilib turatdim. Yaqinda siz bilan so'zlashsam deb, sizning o'mak telefon bersam, u yerdagi Uyg'urlar sizni Şinjanga minib ketdi degandan keyin Xitoydan keladigan poyezdlardan sizni kutib yurdim. Mana, bugun sizga uchrashdim. Yaxshi ish bo'ldi" deb shunda xushal, samimiy va haqiqiy ko'ngli bilan yaratganligi yuzdan ko'rinib turadi. Men burun sahnada naqsh aytayotganda meni ko'rib oshiq bo'lib, meni izlab kelguchilarmi bo'lgan edi. Menmi bu odammi shundoq yurgan odamdi deb o'yladim. Shuning bilan yuk taxlarimni mashinaga selib, meni ajoyib katta chet el mehmonxonasiga elib bordi. Shundoq yaxshi kutib oldi. Shu mehmonxonada turdim. Lekin mehmonxonadan sirtqa chiqay desam,
kütküchiler ve ishikda kuzat qilgan odamlar manga. U kishi sizni ketmay kutib tursin degan edi, deb meni yotoqqa qaytardi. Kash kirganda kütküchilar kirib, u odamdan telefon keldi. Bugun u odamning xizmati bak aldirash bo'lib kelolmabdi. Ata soat 10larda tayyor bo'lib tursin, men borman, deb telefon berdi, deb kirib aytib qo'yib ketdi. Shundoq so'zlar bilan mehmonxonadan chiqolmay o'ltirib qoldim. Ertasi atigan uyga qaraydigan ayol kirib, sizni narsalarni yig'ishtirib tursin, buningdimi yaxshi joyga ilib borman dedi, deb qo'yib chiqib ketdi. Men bütün narsalarni yig'ishtirib bo'lib, yaxshi yerga opasa deb yuz ko'zlarimga sahnaga chiqadigandak to'liq girim qilib yasandim. Qulqumga mo'ranga tushib turadigan yo'g'on halqa, bo'ynimga nechqur marjon va bo'yinchoq zanjirlarni qo'rsqimga tushgudek uzun qisqa qilib taqadim. Chechimni egiz ko'tirib, yo'g'on lentlar bilan bog'lab, ozroq chechimni sug'urib chiqarib yuzimga va peshonamga tushirib yasandim. Putumga inchga egiz pashliq oyoq kiyim, tor qisqa qor yopka, tor qizil yangsiz koft kiyib yasinib o'ltirdim. Degandek, u odam soat 12lar bilan yetib keldi. Shundoq muhabbatlik va shundoq chiroyli ko'rishdi. Va aldirash xizmat munosabati bilan kelamidim, deb kechirim so'radi. Ham meni buningdimi yaxshi yerga opirib o'rinlashtirganligini aytdi. Menmi xushal bo'ldim. Biz ketdik. Xili mang'andan keyin mashina bir cho'ng o'yliq kelib to'xtadi. Men u odamdan, bu qayer, deb so'rdim. U odam, men aytgan yer mushu, dedi. Men ajablandim. Mehmonxonadami chiroyli yerga opiraman degan edi. Bu yer mening ko'nglimga ko'ngilsizliklar keltirib qo'rqinchli ko'rinadi. U odam, men hozir ishxonaga kirib pul to'lab chiqaman, deb kirib ketdi. Mashinaga boshqa bir odam kirib o'tirdi. Men bu ishlarga hayron bo'ldim. Mashina ishkiri ho'yloq kirib boradi. Atrof qarab, ko'nglim bir aski bo'ldi. Bu qayer? Men tushunib yetkicha mashina kelib to'xtadi. Mashinaga keyin kirib o'tirgan odam menga, "Mashinadan tushing", dedi. Men eshikni ochib, mashinadan tushmoqchi bo'lib, putimni mashinaning eshigidan chiqarganda, tor yopgan tortishib, yo'g'on yo'tong'ich ko'rinib aran tushdim. Atrofga qarasam, diqqat bilan menga qarab tizilib turgan bir qancha yuz erga ko'zim tushdi. Xuddi ular meni qarshi elib turgandek ko'rindi. Men o'yladim. Bular meni qarshi elib turgan odamlarmi nima? Bular nima odamlar? Men nakil qoldim. Meni nimish qarshi olsin? Deb har turli o'ylar menimdan bir qancha sekund ichida kechib o'tdi. Ular meni ko'rish bilan butun erlardan "Hö" deb yo'rildigan ovoz chiqdi. Orqasidan bir qanchalari isqirtibni oldi. "Oho, artist keldi! Atoqliq artist keldi!" deganga o'xshash erlar ichida turli so'zlar va shanxular boshlandi. Bular mashina remont zavodining ishga chiqish uchun tezlib turgan erlar ekanligini keyin bildim. Mening bu dunyoda yo'q bo'lib ketib turgan yerimdan heliqi darvoza tüvida mashinaga kelib o'ltirgan odam, "Maynur, bu yoqqa men", deb yenima kelib so'zlagandan keyin anildim. Bir qancha kishi kelib, mening mashinadagi yuklarimni ko'tarib, ishkirki ho'ylig'i elib kirib ketganda, men o'zimning qattiq aldanganligimni endi sezdim. Menimi ularning keyindan boshlab mangdi. Yotoqqa kirgandan keyin qo'liga elinib, 3 yil kesilganligimni dedi. Ho'shimdan ketgili tas qoldim. Shundoq yig'labdi men.
Hech kim meni bezleyolmadi. Kadrlarmı kirib so'zlab ko'rdi. Bir kecha uxlamay yig'labdiman. Shu kundan boshlab dunyoda menga hech narsa kerak emasdek bilindi. Bütün kiyimlerimni, zinnat buyumlarimni yig'ishtirib sanduqqa soldim. Hatta yotgan tosh, yostiq qop va girim asboblarimni hammani yig'ishtirib etdim. Menga hayot tugagandek, barliq narsa men uchun yo'q bo'lgandek tuyuldi. Mana üstümdeki emgek kiyimim bilen yotqanның torpaqçısıla qaldı. Şundaq ko'nglim sovudi, deb ko'zga yosh oldi. Men sizlarni ko'rib, do'stlarim, tuqqanlarim kelgandek bo'ldi, dedi. Men Maynurga qarab, Maynur, bu hayot. Yaxshi kunning yomoni bo'ldi. Yomon kunning yaxshisi degandek. Bunun bilen hem narsa tugab ketmaydi. Bizning mushu yerda o'tkazgan kunlarimizmi bizning hayotimiz. Her bir kun boshqa o'tmaydi. O bizning hayotimiz. İnsanning beshiga nimalar kelmaydi. Shuning uchun her narsani sabrlik va chidamlik bilan yengib chiqishimiz kerak. Hamma narsa o'tib ketadi. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Balki oldimizda yaxshi kunlarmi bordi. Ruhingizni hargiz tushirmang. Mushu o'ltirgan barlig'imiz bir-birimizga eng yaqin odam, ham do'stlar, ham tuqqanlarimiz, dedim. Sajida mening so'zimni quvvatlab, "Ras Maynur, hargiz ko'nglingizni buzmang. Bizning bu yerda bir-birimizdan boshqa biz bilan birga yashaydigan va bizga yordam qiladigan ham holimizni biladigan hech kim yo'q. Hozir biz bir-birimizga eng yaqin odam bo'la olamiz", dedi. Maynur xushalligidan ko'ziga yosh elib, "Voy jinim do'stlarim, mening baxtimga Xudoyim sizlarni yo'liqtirdi", deb o'zini bosolmay yig'lab ketdi. Zo'rammo Maynurga qarab, yig'isini tutolmay va nim deyishni bilmay, "Ajab yaxshi qizlar ekansizlar. Biz endi ayrılmaz do'st bo'layli", deb yig'i aralash kulib bizga qaradi. Biz uzun vaqt paranglashib o'tirdik. Sajida ikkimiz yetish oldida taloga chiqib, tabiatga qarab yana bir oz paranglashib o'tirdik. Bulutsiz, süp-süzük osmonda yulduzlarning parqirashlari va oyning nuri shundoq chiroyli, butun atrofni yoritib, tabiatni ko'ngilli qilib ko'rsatib turardi. Ham yaqinlik saf havo odam ko'ngliga huzur bag'ishlaydi. "Oh, tabiat nima degan go'zal, biroz o'ltiraylik-chi", deb bir soatdek o'tirib, ondan kirib yotdik. Bizning emgak bilan kurash qilishimiz mana shuningdan boshlandi. Ko'rganingdan ko'pdir ko'rmagining, ko'rmaganni ko'rarsan o'lmagining, deb aytgandek, texi oldimizda qandoq kunlar bordi. Abliz bilan Zununning qo'lga ilinishi. 63-yili 7-oyning 13-kuni shanba. Attigan ishqa chiqishim bilan qo'llarimning oftobda ko'ygan yerlari o't bosgandek vijildab etishyapti. Og'rig'imga chidamasdan bir yerda turolmay tipirlab ketdim. Havomi qerishqandek qizdirib, odamni beorom qiladi. Biroz ishlagandan keyin suv ichish uchun sexla orasiga silinadigan suvxonaga kirdim. Purishkaga suv quyib, amdi ichay deb qo'limga ilishim bilan suvxonning keyindagi sexdan 20 necha yoshlardagi egiz bo'yli, gavdalik yosh bir bola kirib keldi. "Sengil, qandoq ahvolingiz? Salomat turamsiz? Qiyinchilig'inglar bormi?" deb xuddi konu tunishlardek hol so'rab ketdi. Hayron bo'lib, "Men bu odamni ko'rganmi?" deb qarab o'ylansammi, lekin hech ko'rganim yodimda yo'q.
salomni qabul qilib, qo'limdagi ko'rishkini ko'tarib chiqib ketmoqchi bo'lgan edim. Sevingil, to'xtang. Men siz bilan ko'rishay deb kelgan edim. Men Abdul Savirdim bilan bir kamerda bo'ldim. Etim Tursun. Burun mashina kolonda şoför bo'lib ishlaydim. Bu jarayonda mashinaning choqidan 10 donasini sotganligim uchun meni 10 yil kesib, bu yerga chiqili 2 hafta bo'ldi. Men sizni oftobga chiqqanda ko'rgan, ham Abdul sizning so'zingizni ko'p qilib bergan. Men sizni shuningdan keyin yaxshi taniyman, dedi. Men bu so'zlarni anglagandan keyin to'xtab, konu tunishlarni ko'rgandek Tursun bilan so'zlashib ketdik. Ablazga sizlarning bu yerda ekanliginglardan xabar yetkazdik, deb so'zni tugatmasdan keyindagi sexdan 6 odam kirib keldi. Hem biz tarafdan 2 odam kirdi. Bularni ko'rib, men chiqib ketishga oldirdim. Bu yerga kirgan odamlar mening bu yerga kelganligimni bilib, men bilan so'zlashmoqchi bo'lib kirgan ekan. Ular salomlashib, "Ukam, qandoq uyg'onib qoldingizmi? Qiyinchiliklar bormi? Biz qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz. Sextiki bütün yo'ldoshlarimiz sizlarga salom aytdi", deb turishga Taladin Hadi aka. "Hoy, nima qilyapsizlar?" deb to'lab kirgan edi. Yeliq tishlar darhol chiqib ulgadi. Hadi aka manga, "Buningdan keyin suvxonaga kirmaysizlar. Suvni biz elib chiqib beramiz. O'z ixtiyoringlar bilan hech nega bormaysizlar", deb meni boshlab elib chiqib ketdi. Tashkil Sajida bilan ishimizga maxsus kuzatchi qo'ygandek, bizning har bir qadamimizni poylab turardi. Shundaqdimi bu yerdagi odamlar Hadi akani qaymoqtirib, kelib bizdan hol so'rab, xabarlarni yetkazib turardi va ba'zida qo'yib qo'ygan narsalarimizning orasiga sopun, lunga, palay, tish pastasi, oshliq bilan qatorliq narsalarni selib qo'yardi. Bu ishlardan Sajida ishimiz. Agar tashkil bilib qolsa, bizga ham ularga yaxshi ish bo'lmaydi. Biror ish deb bermasanglar bo'ladi, deb qo'rqatdik. Hadi aka, mening put-qo'llarimning kuyib, suv yig'ilib qapirib chiqqanini ko'rib, doktorxonaga elib bormoqchi bo'lib, Sajidanimi, "Sizmi bilib bering", deb elib mangdi. Sajida asta pichirlab, "Meni qoldirishga qo'rqib, bekordan elib mangdi", deb kuldi. Doktor, "Hey, o'quvchi aqbilaklar, oftobni ko'rmay ko'ydinglarmi?" deb dori berdi. U doktormu qo'lga ilinib kirgan jinoyatchi Xanzo ekan. Doktor bergan yog'ni surtgan edim, yog'dan kun nuri yaxshi o'tadi ekan. Texmu yomon ko'ydirib, vijildab etishib, put qo'llarim alqandek bo'lib suv ko'tarilib chiqdi. Ishdan tushib, kashlik tomoq yeb o'tirardik. Taladin Mulla Shufdijangning "Doktorlar keldi. Meditsina institutidan doktorlar keldi. Cho'ng doktorlar keldi", deb bozorga mal sog'andek to'lg'an ovozi anglandi. Mulla Shufdijang bizga bu xabarni anglatish uchun to'lab kelyotdi. Sajida ishimiz, "Qo'y, bu nima so'z?" deb taxtay sipining ustidan sakrab tushib, eshikka yugurib keldik. Eshik oldida yuk taxlarini ko'tarib, Zunun bilan Abdul Saidning kelayotganini ko'rib, ishimiz qetib qoldik. "Sizlar nima keldinglar? Bu yeshinglarda nima bor edi?" deb ishimiz ichinib ketdik. Ular bizni ko'rib, "Yaxshimisiz, opaylar?" deb ko'rishdi. Bular bizning maktabning tuvanki qarorining o'quvchilari bo'lib, endi 17-18 yoshlardagi bolalar edi. Biz ularni ko'rib turib qoldik. Mulla Shufdijang, "Sizlarni seg'inib, sizlarga istoshlik qilib keldi. Tinch o'qishinglarni o'qisanglar, sizlarga mushkul yo'q emasmi?"
deb beshini chayqab, o'zining ichinganligini bildirib, u ikkisini erlar yotog'iga elib kirib ketdi. Bizga erlar yotog'iga kirishga ruxsat qilmaydigan bo'g'ashqa, biz yotoqning eshik oldida turib qoldik. Qimmatli radio anglag'uchilar, bugungi roman anglish saytimiz mushada oxirlashdi. Keyin qatim ko'rishgacha omon bo'linglar.